Mendan nima xohlaysiz ayting. Ramazon yo'lini izlab keldik. Oshona kul, karvonda. Ichida shahar supurgilar bor. Ochqiy, tog'oraga sochqiy. Tog'oraga sig'masa, mendan kelgan sochqiy. Otamiz, uni biznesga tag'in. O'tda nima bor? Tualetmi nima? Pastdan qolishga ko'chaga chiquvdi. Haqiqatda. Bu kim u yozib nima bormi? Shuni yo'q, Zebonikiga kelsa nimalar bo'ladi? Shaqqa edi. Qarang Zebo, ko'rganmisiz o'zingizdan proyektni? Ko'ryapsizmi? Uyi qayerda desang, shunda kirib qayergan edi, o'ng qo'lda dedi, lekin opa chap qo'ldan chiqib keldilar. Ey, mana shapkasini olib deb kelib. O'li agar kutuvdilar. Xudo haqqi. Zo'r o'zi garajmi nima bu? Bu garaj meni oyimning mashinasi. Yo'q, biz uyda bo'ylamizki. Ana kimniki? Menimi? Yo'q, mendan Boshlangiz soqqanman bugun. Hop, pulingiz bormi? Yonimda. Uyingizda bormi? Pul? Boring, olib chiqing deb o'yladim. Mashinamda bor, to'xtang, mashinamda yo'q. Yaxshi bo'lsa. Qizlar, Zeboni puli uyida emas, mashinada saqlanar ekan. Adres aytmayman, tan o'g'ri kelmasin. Menda anaqa mayda pul o'tdi faqat. Qani. Sayohatchi qizda, voy, o'libdi endi. Sayohatga ishlatib yuborganda hamma pulini. Menda просто bu stankiga turadi. Naqd pul вообще olib yurmayman, yomon ko'raman. Kartada. Tak, terminalimiz bor, karta nomerlarimiz bor. Oxiri Zeboni uyiga kirdik. Ha, assalomu alaykum, qizlar keldik. Ramazon yo'lini izlab keldik. Oshona kul, karvonda pul, sharafoni, boshqalar ishonmayotdi. Endi точно Zebodan keyin hamma ishonadi. Yechimlidir. Xullas biz Zebo Life'ga keldik. Like bosib, repost qilish esingizdan chiqmasin. Keyingi nima edi? Keyingi mashhurimiz kim bo'lsin? Kommentga yozib qo'yinglar. Tilim ham aylanmay qoldi.